darslik qilishga qaror qildim. Mana shunaqa lyuks sim ishlatamiz. Qalin lyuks simdan aylanasini 50 cm qilib olib, 0.4 sariq sim bilan shunaqa qilib bir-biriga ulab, mahkam qilib bog'lab olamiz. Balandligini o'zingizlar xohlagandek qilasizlar. Soch bilan taqadigan bo'lsa, ozgina balandroq bo'ladi. Agarda ro'mol bilan taqadigan shunaqa zakaz olsanglar, pastroq qilasizlar. Aylanasini 40-45 cm qilasizlar. Hozir bu sochga taqadigan juletga yasayapman. Sizlarga ko'rsatib beryapman. Shunaqa qilib pilus qilib olasizlar. Ikkita sim kesib olib, keyin atrofiga o'lchab olasizlar. Lyuks simimizni o'lchab, ikkita tarafini 1 cm chiqarib kesib olamiz. Bundan o'lchab bir xil qilib 4 ta kesib olamiz. Mana hammasi bir xil chiqishi kerak qizlar. Ikkita yonidan 1 cm chiqarishimizning sababi shu juletkamizga ambur bilan qotirayotganimizda aylantirish uchun. Mana o'lchab oldim. Ikkinchisini, endi uchinchisini o'lchab olamiz. Ko'pchiliklar yozyapsizlar, lichkamga qanaqa yasaladi, meniki balon bo'lib qoldi, meniki pastroq bo'lib qoldi, aylanasini necha qilay deb. Shuning uchun shunaqa savollar tug'ilmasligi uchun buni ham alohida darslik qilib joylashga qaror qildim. Mana qizlar, 4-chisini ham xuddi shunaqa qilib o'lchab olamiz. O'lchab olsanglar yaxshida qizlar, o'zingizlarga ham juletkalar yumaloq bo'lib chiqadi, ham bir xil bo'lib chiqadi. Mana endi juletkamizga qotirib olamiz. Mana 1 cm chiqardim ikkita yonidan ham. Endi ambur bilan burab qotirib olamiz. Bir qo'linglar bilan ushlab tursanglar, ikkinchi qo'linglar bilan amburda burab olasizlar. Mana shu burayotganda ham iloji boricha akkuratni buringlar. Bir-birini ustiga chiqazib, katta qilib to'ng qaytirib qo'ymanglar, chunki sochga taqqanda yo'lishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Mana oxirini ambur bilan burab, sekin qisib qo'ysanglar, o'sha joyda qimillamay turadi. Boshlanishiga birinchi marta yasab ko'rishga oddiy xurrem simdan foydalansanglar ham bo'ladi, qalinidan. Faqat tegi aylanasi bor-ku 50 cm. O'sha osnovasini 2 qavat qilasizlar, bu ham 1 qavat qilib yasasanglar bo'ladi, boshlanishiga, qo'linglar o'rganishiga. Nimaga unaqa deyapsiz degan savol ham tug'ilishi mumkin. Sababi mana bu lyuks sim qattiq sim, bundan ishlash biroz qiyin. Shuning uchun qo'linglar birinchi martasiga yasab ko'rishinglarga o'rganguncha paka o'sha xurrem simdan foydalanib tursanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib burab, oxirini ambur bilan qotirib olamiz. Videoga olib yasash biroz qiyin bo'lar ekan qizlar. Agar o'zingizlar yasasanglar, qiyin emas. Faqat hozir videoga olib yasaganim uchun biroz qiynaldim. Ozgina sal qayirib olsanglar, udobniroq bo'ladi yasashinglarga. Buni ham ikkita yonidan 1 cm chiqazib, bir qo'limiz bilan ushlab turamiz, ikkinchi qo'limiz bilan ambur bilan burab olamiz. Qizlar, agar yana tushunmasanglar, yana so'ranglar, bemalol. Mana burab oldim. Ambur bilan qotirib olamiz. Boyaga 4 ta bir xil qilib o'lchab olgan simimiz bor-ku, o'shani shunaqa qilib qotirib olamiz. Mana yana tushunmasanglar, bemalol so'rayveringlar qizlar. Hamma savolinglarga lichkada o'zim javob beraman.
Mana oxirida tekislab qo'yamiz. Endi bu tarafini qotirib olamiz. Mana qolgan narigi ikkita simonzani ham xuddi shunaqa qilib qotirib olamiz. Endi bu simonzani bunaqasiga qotiramiz. Sababi juletkamiz katechalari to'rtburchak chiqishi kerak-ku, o'shaning uchun. Mana xuddi boyagidek bir qo'limiz bilan ushlab, ikkinchi qo'l